Eng arzonda sizlar uchun arzon narxda 2017-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 mexanika ikkinchi pozitsiyasi 182 ming kilometr atrofida yurgan ekan. Holati yaxshi mashinada, mayda-chuyda hamma texnik xarajatlar qilingan ekan. Korzinalarigacha qildirib qo'yishibdi. Balon holatlari zo'r, hadovoylari ko'p bo'lmagan ekan bo'lganiga. Motorlaridan xarajatlari yo'q ekan, salon holatlari yaxshi. Rul taqilgan, test monitorli bor. Gazi bor, konditsioner, mexanika, antiradar so'rab ko'rasizlar. Salon holatlari juda ham chiroyli holatda. Torped kapshipkalar ham yaxshi. Kraskasi ikkita krilo kapotda ko'rdim. Orqa krilosida bitta-ikkita mana shunaqa sepilgan joylari bor. Bitta ko'rib tekshirib olsanglar bo'ldi. Sosteniyasi yomon emas. Olib maza qilib haydaveradigan mashina. Texnik ham xarajatlari yo'q ekan. Balon holatlari ham mana zo'r sosteniyada turibdi. Gazlari ham bor. Yurgan probegi ham yomon emas. Taksi parkdan chiqmagan mashina. 182 ming kilometr atrofida yurgan ekan. Eng arzonida 5350 bosinglar.